Netda minusini topdik. Mana o'sha pozitsiya, birinchi pozitsiya luksus variantini minusini topdik. Sizga hozir buni minusini ko'rsatamiz. Mana o'sha minusi. Sanetda minusi mana shu. Eng katta minus agarda biznesda yuradigan bo'lsangiz. Aka, qarang. Mana bunaqa qog'ozlar beraman sizga. Mana garantiyalarimiz yozilgan hammasi. 2026-36 da srok tugaydi. 10 yil garantiyasi bor. Shuning uchun sifatli bunga propan qo'ydiring, mazza qiling. Xo'p, narigi tomonda bitta Kia Sonet avtomobilimizga unga metan, bunisiga propan. Va bu tomonda yana bitta Kia Sonet avtomobilimiz bor. Ana ko'rinib turgan, unga ham propan ustonovka qilib beryapmiz. Aka, sizda Kia Sonet avtomobili bo'lsa, bemalol o'zimizga bexijolat olib kelavering. Ishingizni sifatli holatda bitkazib beramiz. Mana latali izolentalarda ahamiyat berib qo'ying. Har kuni 3 ta 4 ta bo'lib qolsa, undan ham ko'p Kia Sonetlarga propan ham metan ham ustonovka qilyapmiz. Ko'pchilik kelib bizga qildirib ketyapti. Chunki nimaga birinchi o'rinda sifat va narx jihatida ham ulgurchi. Xo'p, Kia Sonetlar o'zi uchun spesial tushadigan miyalardan Kreator Belarus balonlari bilan ideal qilib ustonovka qilib bermoqdamiz. Bo'la qayerdan keldingiz, bo'la? Yaqin. Jizzaxdan keldik. Jizzax qayerdan? G'allaroldan keldik. Jizzax G'allarol. Ishimizni ko'rdingiz. Kompyuterlar qilyapmiz. Nima deysiz endi? Xolis gapiravering. Yaxshi deymiz, nima deymiz? Kelish tavsiya berasizmi? Tavsiya qilamiz. Xudo xolasa Kia Sonetlaringiz bo'lsa, bemalol o'zimizga kelishingiz mumkin. Bemalol sifatli qilib ishingizni bitkazib beramiz. Hozir kalibrovka jarayoni. Mana shu kompyuterda qilinadigan ishni zo'r qiladigan bo'lsangiz, mashinangiz zo'r yuradi. Ya'ni kalibrovkasini to'g'ri qilinadigan bo'lsa, reduktorlar, davleniyasini, farsunkalarni standart holatiga qo'yadigan bo'lsangiz, Kia Sonet sizda aytganingiz qiladi. Hozir yana bitta Kia Sonetimiz yo'lda kelyapti, unga esa metan qo'yib beramiz. Har qanday turdagi avtomobillarga yuqori sifatda propan ham metan ham garantiyasini ustonovka qilib beramiz.